Tamam, ko'rsatamiz. 3 marta qulfni bossa mashina zavod bo'ladi. Navbatdagi mashinamiz Cobalt mashinasi bo'ladi. MCM Cobalt 2026. Bunga qilib bergan ishimiz o'zini pultida avtozavodiyachi platasini o'rnatib berdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Cho'tki qilib, idealni qilib o'rnatib berdik. Ishlatib ham ko'rsatamiz. 3 marta qulfni bossa mashina zavod bo'ladi. Minut yonib turadi. 10 minutdan keyin avtomatik o'zi o'chadi. Agar srochniga o'chirmoqchi bo'lsangiz, yana 3 marta qulf bossangiz o'chadi. Mabodoga mashinani shunday kelib turib, eshigini ochib turib haydab ketmoqchi bo'lsangiz, zamoga ochib turib, bitta tormozni bossangiz, o'zini mashina yongan holatiga o'tadi. O'chirmoqchi bo'lsangiz, 3 marta yana qulf bosasiz. 1, 2, 3. Mana mashina o'chdi. O'zimizda bor bunaqa platalarimiz, kimga kerak bo'lsa kelaverasizlar, sifatli, idealni qilib ishlaringizni bajarib beramiz. Kelaverasiz.